eng ajoyib paytlari mana shu Istiqlol telekanalida o'tgan. Ana ustozlarim siz yoki Abdulakam, mana Bobur akamlar bor, Sardorjon ukamiz man. Hammalaringizni juda ham hurmat qilaman. Ishonmaysiz, siz hozir ko'rib turgan ajoyib mana shu ijodkor yigit bizda hatto qorovullik ham qilgan. Bizda qorovul vazifasida ham ishlagan va bundan uyalmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Men bu yerda 4-5 yil qorovullik ham qilganman. Sabab o'sha shtat shunaqalar, chunki qiziqchi degan shtat yo'q edi-da, bir yumorist degan shtat bo'lmaganligi uchun qorovul shtatida ishlaganmiz, lekin shu shtatda ishlab bo'lsa ham faqat shu Abdulakam bilan birgalikda siz bilan iloji boricha shu vaynerlik qilib, qiziqchilik qilib, u paytda vaynerlik bo'lmasdi. Shunaqangi hajviy ko'rsatuvlar tayyorlab, xalqimizga lekin ijodga kirib kelishingizga aynan shu yer poydevor bo'lgan. Otam meni xohlamagan, to'g'risini aytsam. Qiziqchi bo'lish. Qiziqchi bo'lishim, umuman san'atkor bo'lishimni xohlamagan. Xo'p, endi boshlovchilik qilishni boshlagandan keyin indamay mayli, xo'p, qo'shimcha tirikchilik qilavergan degan. Boshqa sohada ishlab ko'rdim opam. Hatto yana ko'pchilik mana bilmasligi mumkin. Birinchi Istiqlol telekanalida men bu narsani как debut sifatida aytishim mumkin. Men hatto mahalla raisi bo'lganman-da. Bu haqda alohida to'xtalamiz, chunki Sherzod ajoyib mahalla raisi bo'lgan. Mahalla raisi rahbar lavozimida ishlaganman. Tuman hokimligida ishlaganlar, haqiqatan o'zlari aytgandek texnozor bo'lib qurilishlar bo'yicha ishlaganman. Lekin biror marotaba shu ishda ishlagim kelmaganda, men o'sha ishlarni bari tashab bir qiziqchilik erkin his qilmagansiz-da, hech bir ishda. Oxiri shu otamga aytdim, endi yoshim mana 37-38 ga bordi dada. Siz aytganda o'qidim, mana ishladim, mana davlat organlari o'sha tizimlarida ishladim, mahalla sohasida mana rais bo'ldim dada. 34-35 yoshimda. Endi men qo'ying, men shu o'zim qiziqchiligimni qilay degandan keyin otam ham oq fotiha berdilar. Otam oq fotiha bergan kunlardan boshlab o'sha Instagramda obunachalarim oshishni boshladi, hozir Xudoga shukr. Ikkita profilimizda jami 500 mingga yaqin. Bittasida 320 ming, mana bittasida qariyb 200 ming bo'lyapti. Yomon emas.